أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Muhtaram ahli islom, ahli iymon, aziz mehmonlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush keldinglar. Allohga hamd bo'lsin. Yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizga bizga nasib bo'layotgan Shavvol oyining tonglari, kunlari jabalan bo'lib. Sizga bizga nasib bo'layotgan Shavvol oylarining tonglari, kunlari, tunlari muborak bo'lsin. Allohimning berayotgan ne'matlari barchamiz uchun ziyoda va bardavom bo'lsin. Azizlar, bu narsalar bardavom bo'lib turish kerak. Bu narsalar doimiy yetkazib turish kerak. Mana dasturxon ustini ko'ring. Qulpinayni kimlar ekkan, qayerda ekkan, qandoq olib kelgan? Endi mana dasturxonimizda turibdi. Birodarlar, bu Allohning ne'matlari. Allohim taborak va taolo bundan yeb ichib o'ziga shukr keltirishni barchamizga nasib etsin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, mana bugun Hikmatulloh hoji otam nabiralarni uzatishlari asnosida siz u bizni to'plab ulamolarimiz, qavm qarindosh, quda anda, ahli mahalla kelib shularni duo qilamiz deb keldik. Alloh taborak va taolo kelganlarni haqidan, hurmatidan, qadam qudumlarini sharofati, barakotidan hazlar. Odamda ikkita narsa bo'lar ekan. Bittasi barakot, sharofat bo'lar ekan, ikkinchisi kasofat bo'lar ekan. Yaxshini barakoti, fayzi bo'lar ekan, yomonni kasofati bo'lar ekan. Shuncha odam to'planib shularni duo qilamiz deb keldik. Kelgan yaxshilarning sababidan duolarimiz ijobat bo'lsin. Bollarini Allohim baxtini ber, saodatini ber, bir-biriga mehrini, muhabbatini ber. Muhtaram azizlar, ulamolar xalqimizning ichida mana shu xalqimizga zarur bo'lgan mo'min musulmonga kerakli bo'ladigan dinimizdagi, adabiyotlarimizdagi masalalarni sekinlik bilan elni aqli, elni fikri darajasida, siyosatni taqozosi darajasida yetkazib borish biz domla imomlarga vazifadir. E'tibor bering. Odamlarni aqli darajasida, siyosatni taqozosi darajasida yetkazib borish. Bunga masala er bilan xotinning o'rtasidagi muhabbat bo'ladi. Tushunasiz nima haqida gap ketishini? Muhtaram azizlar, jin ajinalar, shaytonlarga qarshi oyatal kursi o'qiladi. Xo'p, buni eshitganmiz. Ko'z tegishiga qarshi va in yakadul-ladina kafaru oyati o'qiladi. Uni eshitganmiz. Sehr joduga qarshi qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas o'qiladi. Uni ham eshitganmiz. Endi savol: bu nega ajrim ko'p? Nega bir-biri bilan urushadi? Bularni bir o'rtasini ilitib yoradigan, isitib yoradigan oyatlar ham bormi? Gap mana shunda. Haqiqatda bormi? Ko'z tegishiga bor, shayton insi jinsga, sehr joduga qarshi bor. Eri xotinning o'rtasiga ham bormi? Javobni eshiting. İsmail Haqqi Ali İmron surasinin mazkur oyatida A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Zuyyina lin-nasi hubbuş-şehevati minen-nisa'i vel-benina vel-qanatiril muqantara
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ali İmran suresinin 11. mana shu oyati, Ali İmran suresinin 11. oyatini chorshanba kuni choshgoh paytida degan. Bugun dushanbami? Chorshanba kuni choshgoh payt. Choshgoh mana shu paytlarning otini choshgoh deydi. Mana shu paytlarning otini 7-8larning otini choshgoh deydi. Choshgoh paytida o'g'ilga, qizga o'qilsa, kelinga, kuyovga o'qilsa, o'rtasida muhabbat bo'ladi degan. Domla choshgoh payti. E'tibor bering. Mo'min musulmonning ikkita hayiti bor, ikkita katta bayrami bor. Sizga savol, o'sha hayit qaysi paytda o'qiladi? Barakallah, choshgoh paytida o'qiladi. Sababi butun o'tgan payg'ambarlar, aziz avliyolar hammalari choshgohda iltijo qilishgan ekan. Hazrati Musa alayhissalatu vassalomga buyuk Tavrot choshgoh paytida kelgan ekan. Hazrati Musa alayhissalatu vassalom Alloh bilan 40 kun roz etishgan ekanlar. O'sha paytda choshgoh paytida gaplashar ekanlar Robbimiz bilan. Shunda hadislar shunaqa ma'nolar kelgan. Kim duho paytida namoz etib Allohdan so'rasa, avvalin qilgan gunohlari va ketida qiladigan gunohlari kechiriladi. Kim choshgoh paytida namoz etib Allohdan duo qilsa, avval qilgan gunohlari, ketida qiladigan gunohlari kechiriladi. Demak, oyat o'qishni shifo maqsadida birovga dam solish uchun choshgoh paytida solinar ekan. Sababi shu. Oyatni ma'nosini eshiting. Dunyo, Alloh tabaraka va taolo dunyoni ziynatladi yoki inson uchun dunyo ziynatlandi. Noaniq artikelda o'tgan zamon fe'lida kelyapti. Dunyoni Allohim inson uchun ziynatladi. Ziynatladi. Birodarlar, mana shu imorat armatura, g'ish, karkaslardan iborat. Agar o'sha holatda betga odamni qo'ysangiz hech kim kirmaydi. Mana unaqa qilib bezatib qo'yadi, chiroyli qilib. Undan keyin odamni qo'yadi. Xuddi shunaqa dunyoni ham Alloh tabarak va taolo ziynatlab qo'yibdi. Dunyo degani pastkash degani ekan. Dunyo degani pastkash degani ekan. Ba'zi ulamo aytadi, bu hindcha so'zdan olingan. Ba'zi ulamo aytadi arabcha so'zdan, ba'zi ulamo forscha so'zdan, ba'zi ulamo ibroniydan olingan. Har holda arabchami, ibroniymi, hindchami ma'nosi bitta ekan. Dunyo pastkash, bundan ham pastkash yo'q. Jaloliddin Suyuti aytadilar. Alloh tabarak va taolo butun insoniyatning mahluqlarni ruhini yaratib farishtalarga arz qildi. Alloh tabarak va taolo farishtalarga hammamizni ruhimizni bir joyda ko'rsatdi. Farishtalar, ya Robbuna innahum lattasa'uka arduka. Ey Allohim, ey Robbana, bu bandalaringning hammasi yer yuziga sig'maydi-ku. Alloh tabarak va taolo aytdi, inni ja'ilun mauta dedi. Ana shundan qolgan ekan o'lim. Men dedi o'limni yarataman dedi Allohim. O'rniga kelib turadi. Shunda yana savol bo'ldi farishtalardan. Ey Allohim, sen o'limni yaratsang, bular dunyoda yashagisi kelmay qoladi. Alloh tabarak va taolo aytdi, men orzu havasni beraman dedi. Qarang, odamzod orzu havas qilaman deb umrini o'tkazib qo'yganini bilmay qolar ekan. Shuning uchun Allohim ziynatlagan ekan dunyosini. Xo'sh, nima bilan ziynatlagan?
nima material bilan ziynatlagan dunyoni, uni aytadi. Biz dunyoni ziynatladik. Dunyo inson uchun ziynatlandi. Ayollar erkaklarga, erkaklar ayollarga rag'bat qilishlari bilan shu dunyoni ziynati ekan shu. Erkak kishi ayolga, ayol kishi erkakka rag'bat qilar ekan. Abu al-Fido Ismoil ibn Kasir bir qiziq narsani keltiradilar. Hazrati otamiz Odam alayhissalatu vassalomni Alloh taborak va taolo jannatda yaratib, u kishi choshgohgacha turdilar jannatda. Qarang, 7-8 gacha turibdilar jannatda. Hazrati Odamda zerikish paydo bo'libdi. Domla, bu choshgoh paytgacha turgan bo'lsalar, Odam alayhissalom yashamabdilar-da jannatda. Yo'q. Jannat bilan dovzaxni bir kecha kunduzi, bir sotkasi. Bu dunyoni 50 ming yiliga teng ekan. Mana shu o'lchov bilan o'lchaganda Hazrati Odam, otamiz Odam choshgoh paytgacha turgan ekanlar. Zerikish paydo bo'libdi Hazrati otamiz Odamda. Qarang, jannatda maza qilib yurmaylarmi? Yo'q. Zerikibdilar. Alloh taborak va taolo Havvo onani yaratdi. Havvo onamiz go'zal ekanlar. Chiroyli ekanlar. Dilbar ekanlar. Qarasalar Hazrati otamiz Odam Havvo ona turibdilar. Sekin bordilar oldilarga. Borsalar kulayotganmishlar. Nega kulasiz dedilar Hazrati Odam, Havvo onamiz. Azgina sabr qilganingizda bormoqchi edim. Besabr bo'lib kelayotganingizga kulyapman. O'shandan qolgan ekan, besabrligimiz bor-ku, yugurib ketib qolishimiz. O'shandan ekan, ayni paytda bu dunyoni ziynati ekan. E'tibor bering. Shariatda erkak bilan ayolni o'rtasini to'siq qilib qo'ygan. Uni otini hijob deydi. Ayollarni, avratlarini yopishini vojib etgan. Nimaga deb o'ylaysiz? O'ylab ko'ring, nimaga deb o'ylaysiz? Nima, er-xotinning o'rtasidagi rag'batni sindirishgami? Yo'q. Uni rivojlantirishga, aksincha. Sizga bitta misol. Esizdami? Yoshlik davrimizda haligi ayollarni bu joylari, haligi bir ayollarga tegishli narsalarni ko'rsa ham yigitlar to'lg'onib ketar edi. Hozir unaqa yo'q, hozir. Har xil filmlarni ko'rib yotibdi, eti o'lib qolgan bolalarni. Ko'rsangiz, bolalar bilan ko'rsangiz, assalomu alaykum va alaykum assalom, bir qo'lini ushlang. Yumshoqmi? Va birodarlar, dunyoni ziynati erkak kishi ayolga, ayol kishi erkakka shahvati bilan ekan. Bir ikkinchisini aytadi. Bolalarni ko'paytirish, ziynalinnas hubbu shahvat minan nisa'i wal banin. Bolalarni sevishlik bilan, ayollarni sevishlik bilan, bolalarni sevishlik bilan Hazratimiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nabiralari Hazrat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husaynni erkalab o'tirib aytarmishlar. Bizni qo'rqoqlikka, bizni baxillikka majbur etsangiz ham ko'zimizni oqu qarosiz deb erkalatar ekanlar. Gaplarni qarang. Haqiqatan inson shu. Bolasidan ayab bervorolmaydi. Bolasini qizg'onib to'g'ri gapni to'g'ri gapira olmaydi. Qo'y, bola chaqam bor deydi, jim o'tiray deydi. Lekin dunyoning ziynati shu farzand. Alloh taborak va taolo shuni aytadi. Ayollarni sevishlik bilan, bolalarni sevishlik bilan uchinchisini aytadi. Tilloyu kumushlarni g'aram behisob yig'ish bilan, to'plash bilan. Voy. Itni peli egasiga ma'lum deganlaridek, bu Allohim taborak va taolo bandasi nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi, yaxshi biladi. Hayotni ko'ring. Bo'ldi, menga yetarlik, to'ydim deganini ko'rmadik.
Aksincha, birim 100 so'm bo'lsin, 100 so'mim 1000 so'm bo'lsin, 1000 so'mim 1 million bo'lsin, 1 millioni 1 milliard bo'lsin. Domlasi ham, omisi ham bir xil. To'playman. Shu dunyoning ziynati ekan. 4-sini aytadi. Val khaylil musawwama. Nomdor otlarni minishlik bilan. Esinglardami? Moskvich mashinalarimiz, Zaporoj mashinalarimiz bo'lardi. Qo'llarimiz qora moyga botib, chorrahalarda turib qolardik. U kishim xohlasa zavod bo'ladi, xohlasa zavod bo'lmaydi. Moskvich. Xohlasa to'xtaydi, xohlamasa to'xtamaydi. Undan keyin Matiz bo'ldi. Undan keyin Tiko, undan keyin Damas, undan keyin Nexia, undan keyin Mercedes. Yo'q, hali erkak kishi to'xtamadi. Qaysi biri yangi chiqsa o'shanga yopishadi. Bu dunyoning ziynati ekan shu. Ayollarni sevishlik bilan, bolalarni sevishlik bilan, tilloyu kumushlarni g'aram-g'aram orttirishlik bilan, nomdor otlarni minishlik bilan 5-sini aytadi. Mevalarni, daraxtlarni yetishtirishlik bilan. Birov tuvakka ishqivoz, tuvakka gul ekadi. Birov ekinga ishqivoz, birov ishkomga ishqivoz, birov shu dunyoning ziynati ekan. Wal harth va oxirida aytadiki, chorvalarni sevishlik bilan, 7-si ekin tekinlarni sevishlik bilan. Boshidan eshiting. Ayollarni sevishlik bilan, bolalarni sevishlik bilan, tillo ko'mushlarni to'plashlik bilan, nomdor otlarni minishlik bilan, mevalarni yetishtirishlik bilan, chorvalarni katta qilishlik bilan, sevishlik bilan. Birodarlar, mana shu 6 ta narsani sanaganmi Qur'onida? Bu degani bandasi 6 ta narsadan bittasiga mubtalo degani ekan. Qarang hayotni, shunaqa o'zi. Yo ayollarga ishqivoz bo'ladi, yo ot jinnisi o'ladi, yo bir hayvon jinnisi o'ladi. Allohimning javobini eshiting. Ey bandalar, bu dunyoning ziynatidir. Allohimning huzuridadir go'zal makonlar. Ey bandalar, sanalayotgan narsalar dunyoning ziynatidir. Allohimning huzuridadir go'zal makonlar. Hikoya etiladi. İso alayhissalatu vassalomni oldilariga bir odam kelibdi, debdi. Ey Allohning payg'ambari İso, men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni do'stingiz bo'lmoqchiman. Hazrati İso alayhissalatu vassalom. Birodar, do'stni safarda sinaydilar. Do'st bo'lsang safarga chiqamiz. Bo'pti? Xo'p, safarga chiqishdi. Bir daryoni qirg'og'iga yetishganida Hazrati İso alayhissalatu vassalom o'zlari bilan 3 ta rochira olib olgan ekanlar. Rochira, qattiqroq pishirilgan non. Bittasini hamrohlariga berdilar. Bittasini o'zlari tanavvul etdilar. Haligi rochirani yeb bo'lishgandan keyin Hazrati İso alayhissalom haligi daryodan suv ichaman deb tushib qaytib kelsalar, 3-chi rochira yo'q. Rochira qani? Haligi badbaxt hamrohlari ko'rmadim dedi. Qarang, tepasida o'tiribdi. Ko'rmadim dedi. Indamadilar. O'sha daryoni tepasidan haligi hamrohlarini qo'llarini ushlab olib o'tib ketdilar. Ko'priksiz, boshqasiz. Qotib qoldi, hangmang bo'lib qoldi. Hazrati İso alayhisolatu vassalom shu mo'jizani haqi rochirani kim yedi dedilar. Bilmadim dedi. Bir sahroga yetishdi, qumlikka yetishdi. Hazrati İso alayhissalatu vassalom 3 ta qumni barxanlarini, 3 ta qumni uyumchalarini qildilar. Haligi qumlarga tilloga aylanlaring dedilar. 3 ta uyum qum tilloga aylandi. Bechora hamrohlarini ko'zini oq chiqa yozdi.
haligi ko'zi olashovur bo'lib tursa, Hazrati Iso alayhisolatu vassalom. Mana bu bir uyum tillo meniki. Mana bu bir uyum tillo seniki. Mana bu bir uyum tillo rochirani yeganniki desalar haligi men yudim dedi. Men yudim. Rochira yesa dedi. Hazrati Iso alayhisolatu vassalom ochko'z badbaxt mana u meniki ham senga dedilar. Ketdilar. Bir zamon haligi ochko'z tillolarni sanay boshladi. Tillolarni sanab tursa uzoqdan 3 ta otliqni, qaroqchini sharpasi ko'rindi. Hashpash degunlaricha u qaroqchi ochko'zni tepasiga yetib kelishdi. Qarasa tillo darrov tushundi ochko'z. "O birodarlar, bo'lishamiz" dedi. "Bo'lishamiz. Faqat shu bo'lishishimizdan oldin bir tilloni olib bozordan bu yegulik olib kelaylik. O'shani yeb bo'lgandan keyin bo'lishamiz." Qaroqchilar "So'tak bozorga o'zing borasan" deyishdi. Bozorga jo'natishdi. Bozorga ketayotganida haligi ochko'z "Senlar bilan bo'lishadigan tilloyim yo'q. Hozir borib ovqatni zaharlab olib kelaman. Ovqatni yeb, zaharni yeb o'lganlaringdan keyin tilloyimni olib ketaman" deb reja tuzib ketayotsa, bu yoqda 3 ta qaroqchi yon boshlab "Hozir so'tay ovqatni olib kelsa, o'zini o'ldiramiz. Ovqatni yeymiz u oltinlarini bo'lishib ketamiz." Xuddi aytganidek bo'ldi. Haligi ochko'z ovqatni zaharlab olib keldi. Olib kelgan zahoti uchchava ochko'zni o'ldirishdi. Ochko'zlarni o'zi ham zaharlik ovqatni yeb o'lishdi. Hazrati Iso alayhissalatu vassalom shogirdlarini olib kelib haligilarni misol keltirdilar. "Ko'rlaring buni" dedilar. "Mana shu dunyo" dedilar. "Ko'r bu dunyoni." Birodarlar, xulosa nima? Xulosa dunyoni ziynati bilan haqiqiy maqsadni ajratib olish eri xotinni o'rtasiga shifoya ekan. Mana bunaqa masalalar kelgan kitoblarda. Nega aytilyapti bu gap? O birodarlar, dunyoni ziynati deb har xil yomon ishlarga qo'l urmaylik ekan. Dunyoni ziynati deb bir-birimizni ko'ksimizni, ko'nglimizni cho'ktirmaylik ekan. Dunyoni ziynati deb haqiqiy hayotdan qolib ketmaylik ekan. Allohim yoshlarni baxtini bergin, saodatini bergin, bir-biriga mehrini, muhabbatini bergin, solih soliha farzandlarni bergin, halol moli davlatlarni bergin, ofatlardan, balolardan asrab qo'ygin. Bu yoqda Hikmatulloh hoji akam mana shu farzandlarni baxtini, saodatini ko'rsinlar, muhtaramazlar. Siz azizlaringiz qatorida Hazrati Biloliddin qori domlam tashrif qilganlar. Qori domlamdan iltimos qilamiz, Qur'oni Karimdan bir tilovat qilib o'qib bersalar, duolarni qilib bersalar, yakunlab bersalar, oshlarni tortsa, oshlarni yeb bo'lgandan keyin bir-birimizni poylamaylik, kutmaylik, malolliklar yetmasin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.